Yirik shoxli qoramollarda uchrovchi mavsumiy kasalliklardan biri bo'lmish vezikularniy stomatit. Chorvachilik bilan shug'ullanadigan akalarimiz uje bu kasalni ko'rib, nomini bildi. Bu kasallikning nomini to'g'ridan-to'g'ri aytish mumkin bo'lmaganligi uchun bu kasallikning nomi vezikularniy stomatit deb yuritiladi. Bu kasallikda og'iz bo'shlig'ida, tilida, lunjlarida yaralar, aftalar paydo bo'lib, mol ishtahadan qolib, yeyishi samaradorligi pasayib ketadi. Buni davolash uchun og'iz bo'shlig'idagi yaralarni tezroq qotirib, virusni tezroq yo'qotish maqsadida vet aptekalarda sotadi. Medni kuporus 1 litr suvga 20 gram hajmda qo'shilib, chayqatilib, mana shunaqa sepkichlar bilan og'iz burnidagi hamda tuyoqning oralariga sepilsa, nekrozga uchrab yorilgan terilarni tezroq bitishi hamda og'riqni qoldirish uchun yaxshi vosita, yaxshi natija, effekt beradi. Antibiotiklardan foydalanadigan bo'lsak, bu kasallikda tetrasiklin guruhi antibiotiklardan xohlaganingizni olib ishlatsangiz bo'ladi. Misol Nitox 200 bor, Tilazin bor, oksitetrasiklin 20% ligi bor. Dastin bilan oksitetrasiklin kombinatsiya qilingan holatda qo'llanilsa, uzog'i 3 kun, 4 kunda hayvoningiz kasalni butunlay esdan chiqaradi. Kasal hayvonga ukol qilish tartibi Dastin 10 ml hajmda muskul orasiga qo'llaniladi. Oksitetrasiklin antibiotik ham hayvonning muskuliga chuqur inyeksiya qilish bilan, bo'lmasa aytda katta abses berib ishib qoladi. Ukol qilish tartibi bir marta qilinadi. Agar zarurat tug'ilganda 72 soatdan keyin повтор qilinsa, yaxshi natija beradi. Bu videoni moli mana shunaqa kasal bo'lib va uni qanday qilib davolashni bilmay yurgan do'stlaringizga jo'nating.